Videoda ko'rayotgan insonni zurriyotidan Baytullohni bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Do'stim, men shunchaki niyat qilaman, keling, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Ushbu videoda ko'rganingiz singari Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'ring. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Do'stim, qarang, undan da yaxshi narsani ko'rsataman, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. Juda ham ko'p insonlar arab alifbosini o'qishni bilmaydi, ayniqsa yoshi katta insonlar. Ana shunday insonlar uchun juda ma'qul bo'ladigan kitobimiz, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. E'tibor berib qarasanglar, harflari marvaritdek dona-dona holatda tiniq qilib yozilgan. Undan tashqari kitobimiz kiril alifbosida yozilgan. Qaranglar, mazza qilib mutolaa qilsangiz bo'ladi. Undan ham tashqari QR kod orqali eshitish tizimiga ega. Aynan bu kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarni mana shu kitob kutyapti do'stim. Ahlan va sahlan.